Hurmatli fuqarolar, respublikamizdan tashqarida mehnat qilayotgan yurtdoshlar. Bugun migratsiya ko'pchilik oilalar hayotining bir qismiga aylangan. Lekin esda tutish kerak. Chet elda odamlar duch keladigan asosiy xavf bu yuqumli kasalliklar HIV infeksiyasidir. Begona yurtda himoyalanmagan jinsiy aloqalardan ehtiyot bo'ling. Bu infeksiya darhol belgilarini ko'rsatmaydi. Ba'zan oylar, hatto yillar kerak bo'ladi. Bu esa insonning immunitetiga bog'liq. Shuning uchun uyingizga qaytganda albatta HIV infeksiyasiga tekshiruvdan o'ting. Salomat ekaningizga ishonch hosil qiling. Chunki siz sog'lom bo'lsangiz, sizning yaqinlaringiz va oilangiz ham xavfsiz bo'ladi. Salomatligingizni asrang.